alaykum. Bugun milliy sertifikatga tushgan savollarni 19-misollar to'plamini ko'rib chiqamiz. Doim matematika kanali uchun obuna bo'lishni unutmang. Bu savollarni yig'ib chiqqan ustozimizga katta rahmat. Boshladik. Tengsizlik. Tengsizlikni yeching. Tengsizlik yechamiz, nollarni topamiz. Surat 0 ga tenglashtirsak 4 - x kvadrat teng 0, x tenglik + - 2. Makhraj esa 0 dan farqli deb olamiz. X teng emas -1. Endi son o'qiga belgilaymiz. -2 bo'yaladi, -1 makhrajda bo'yalmaydi. 2 bo'yaladi. Oraliqqa ajratamiz. Endi ishorasini aniqlaymiz. 2 dan katta son qo'yish mumkin emas. Ildiz aniqlansa qanoatlantirmaydi. -1 2 oraliqdan son qo'yamiz. 0 qo'ysak musbat chiqar ekan. -2 -1 oraliqdan son qo'yamiz. Musbat, makhraj esa manfiy bo'lar ekan. -2 dan kichik mumkin emas. Bizga so'ralgan musbat oraliq. Keyin aytib bersak, mana bu son ham bo'yalgan. Shunda javob -2 ni o'zi birlashma -1 dan 2 gacha. Javobimiz D javob ekan. Keyingi savol. Ikkinchi savol tengsizlikni yeching. Tengsizlikni makhrajiga e'tibor beramiz. Bu son. Qaysi son kattaligini aniqlab olishimiz kerak. Pi bilan ildizosi o'nni taqqoslaymiz. Kvadratga ko'chirsak pi kvadrat 10. Pi kvadrat 3,4 9 dan kattaroq, lekin 10 dan kichik bo'ladi. Bu degani makhraji manfiy ekan. Makhraj manfiy bo'lsa, musbat sonni manfiyga bo'lsak manfiy chiqashi uchun suratni musbat deb olamiz. Shunda px minus ildizosida 10 katta 0 dan. Px katta ildizosi 10 dan. X katta ildizosi 10 taqsim pi. Bu taqriban 1 dan kattaroq son chiqadi. 2/1/1. Bizga natural sonlar so'ralgan. 1 2023 kesmada 1 dan kattaroq bo'lsa 2 dan boshlab 2023 gacha. 2022 ta natural son mavjud. Javob D. 3-misol. 3-misolda ham xuddi shunday ekan. Birinchi makhraji aniqlab olamiz. Taqqoslaymiz, aniqroq ishorasini aniqlaymiz. 2 bilan taqqoslasak, kubga oshirsak 10 kattaroq 8 dan. Demak, makhraj musbat ekan. Uni shunchaki tashlab yuborishimiz mumkin. -4x katta teng 0. -4x katta teng -25. X kichik teng 6,25. Tengsizlik natural yechimlari nechta? Natural yechimlari 1 dan 6 gacha. Javob 6 ta. D javob. 4-misol. Tengsizlik butun yechimlari nechta? Makhrajga e'tibor beramiz. Moduldan qiymat musbat yoki 0 chiqadi. Unga 1 ni qo'shgan payt doim musbat. Agar makhraj doim musbat bo'lsa, uni bemalol proporsiya qilishimiz mumkin. Hatto belgilashga tolsak ham bo'lar ekan. Birinchi modulda x ni a deb olaylik. Shunda -2 katta teng a -2 a + 1. -2 katta teng a kvadrat a minus a minus 2. -2 bilan 0 ga aylanib ketsa, a kvadrat minus a ni yozsak, kichik teng 0 qoladi. O'rnida a ni chiqarib olsak, a minus 1 kichik teng 0. Endi belgilash kiritganimiz qaytib o'rniga qo'yamiz. Modulda x minus 1 kichik teng 0. Nollarni topsak, x teng 0, x teng +-1. Son o'qiga joylashtiramiz. -1 bo'yaladi, 0 ham bo'yaladi, 1 ham bo'yaladi. Oraliqqa ajratamiz. 1 dan kattaroq son qo'ysak musbat bo'ladi. 0 1 oralida son manfiy. -1 0 oralida yana manfiy bo'ladi. Modulda x hisobiga. Keyin musbat qiymat. Bizga manfiy oraliq so'ralgan. Manfiy oraliq, demak javobimiz -1 dan 0 gacha. Yo'q, -1 dan 1 gacha. Tengsizlikni butun yechimlari nechta? -1 0 1. Javob 3 ta. D javob bo'lar ekan. Keyingi savol, 5-misol. Modul ichida, ildiz ichida juft daraja bor. Bu qisqargan paytda o'rnida modulda x - 2 qoladi.
ko'payishni ajratib olsak, x minus 4 x plus 3 kichik 0 dan. Endi nollarini topamiz. X teng 2, x teng 4, x teng minus 3. Son o'qiga joylashtiramiz. Hech qaysi bo'yalmaydi, qat'iy tenglik bo'lgani uchun 4 oraliqqa ajratamiz. 4 dan kattaroq son qo'ysak musbat, 2 4 oralig'ida qo'ysak manfiy, minus 3 2 oralig'ida yana manfiy bo'ladi modulda hisobiga. Minus 3 dan kichikroq qo'yadigan bo'lsak musbat, bizga manfiy oraliq so'ralgan. Shunda javob minus 3 dan 2 gacha birlashma 2 dan 4 gacha. Butun yechimlar yig'indisi so'ralgan ekan. Birinchi ish bo'lsa ikkinchi ish. Minus 2 qo'shilgan minus 1 qo'shuv 0 qo'shuv 1 qo'shuv 3 tenglik. Natija 1 chiqar ekan. Javob D. 6-misolda x ni o'zi birinchi aniqlab olaylik. Qaysi oralig'da ekan? Sonni moduli 5x 3 dan kichik bo'lishi uchun u minus 3 oralig'ida bo'lishi kerak. Ikkala tomonga minus 5 o'tkazsak 2 bu 8. Demak x o'zi 208 oralig'ida ekan. Keling birinchi mana bu ifodani o'zini topib olaylik. 1 taqsim 2x minus 2 qaysi oralig'da ekanligini aniqlaymiz. Birdan kvadratga ham oshiramiz. Buni oralig'i 2 qo'ygan paytimiz eng kamida 2 qisqaradi. 1 dan 2 ayirsak minus 1. Minus 1 ni kvadrati demak 1 bo'lar ekan. 1 bo'lmaydi, lekin 4 qo'yganimizda 0 bo'lishi mumkin. Eng kamida shunda 0 bo'ladi. Eng ko'pi bilan 8 qo'yganimizda 8 4 4 ga 2 ayirsak 2 2 ning kvadrati 4. Demak bu ifoda 4 bo'lar. Eng katta bo'lsa eng katta qiymat qo'yish kerak-da maqsad. 9 ko'paytirilgan 4 ning kvadrati minus 9 ko'paytirilgan 4 minus 4 ning kvadrati 36 minus 16 teng 20. Javob B ekan. Keyingi savol tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta? Ildiz bu musbat yoki 0 chiqadi, musbat yoki 0 chiqadi. Bizga 0 varianti kerak emas, faqat musbat bo'lishi kerak. Demak x kvadrat minus 6x plus 9 faqat aniqlanish sohasi olsak yetarli. Musbat minus x kvadrat plus 3x plus 10 ham musbat bo'lsa shuni o'zi yetarli. Musbat ko'paytma musbat bo'ladi. Endi birinchi cho'rak kvadratga kelar x minus 3 ning kvadrati katta 0. Ikkinchisini minus 1 ga ko'paytirib olsak x kvadrat minus 3x minus 10 kichik 0 dan. Birinchisini o'zini yozamiz, cho'lak kvadrat. Ikkinchisini ko'paytiruvchiga ajratsak x minus 5 x plus 2 kichik 0 dan. Endi har bittasini alohida son o'qiga joylashtiramiz. Ikkinchisi nollar minus 2 bilan 5 da. Yo'q, bu 5, bu minus 2. Oraliqqa ajratamiz. Musbat, manfiy, musbat. Bizga manfiy oraliq so'ralgan va yana bitta shart, mana shartni ham birdan belgilaymiz. 3 dan kattalari bo'lsin. Yo'q, 3 kichik qo'yadigan bo'lsak, musbat yo'q, faqat 3 dan farqli bo'lishi kerak ekan. Demak 3 ni o'zi kirmaykan. Qolgan umumiy yechim kir ekan. Javob minus 2 dan 3 gacha birlashma 3 dan 5 gacha. Butun sonlar nechta? Birinchi oralig'imizda butun sonlar minus 1 0 1 2. Ikkinchi oralig'imizda 4 1 2 3 4 5. Javob 5 ta. Demak A javob ekan. Keyingi savol. Butun yechimlar yig'indisini toping. E'tibor beramiz birinchi ildizga. Ildiz kvadrat tashqarida. Demak birinchi aniqlanish sohasi olishimiz kerak bo'ladi. Minus 3 minus 2x katta teng 0. Minus 2x katta teng 3 dan x kichik teng minus 1,5 dan. Endi ikkinchisi har bitta qavs soddalashtira olaylik o'zini. 2x qo'shib 1 minus 6 taqsim x barobar mahraj bersak 2x kvadrat qo'shib x minus 6 taqsim x
Endi ko'paytiruvchiga ajratsak yechimlari. 2 ni o'rtaga ko'paytirsak 12 minus 4 bilan 3 minus 4 2 ga bo'lsa x plus 2 2x minus 3 taqsim x ko'paytiruvchiga ajratsak. Endi ikkinchi qavsni ham xuddi shunday soddalashtira olamiz. X minus 7 kvadrat bilan ildiz qisqarsa minus 3 minus 2x makhraj beramiz 28 bu minus 10x minus 2x kvadrat taqsim x minusni chiqarib olsak 2x kvadrat plus minus 2 ni chiqarib olaylik. Minus 2 ni chiqarib olsak x kvadrat plus 5x minus 14 taqsim x ko'paytiruvchiga ajratib olsak minus 2 x plus 7 x minus 2 taqsim x. Endi keyingi qadam 4-chi ishimiz ikkalasini ko'paytira olamiz. Shunda minus 2 surat x plus 7 x plus 2 2x minus 3 va x minus 2 makhraj esa x kvadrat va bu katta yoki teng 0 deb shart berilgan ekan. Minus 2 ga bo'lsa kichik yoki teng 0 dan bo'lar ekan. Mayli, nollarni topib soni qo'ya qo'yamiz. Minus 2 ga bo'lmaymiz, keyin chorasiga qaraymiz. Nollari surat minus 7 da minus 2 da makhraj 0 bo'la olmaydi. 1,5 2 ajratamiz. 0 kvadrat bo'lgani uchun belgi qo'ysak bo'lar, ikki tomoni bir xil bo'ladi. Kattaroq sanalsak, birinchi minus 2 ni hisobiga manfiy, musbat, manfiy, musbat, manfiy. Va biz yana aniqlanish sohasi ham olgandik. O'shani belgilaymiz. Minus 1,5 dan kichiklar. Bunda bizga musbatlari so'ralgan. Minus 1,5 dan kichik musbatlar. Shunda javob to'g'ri keladi. Minus 7 dan minus 2 gacha. Nima aniqlagan? Butun yechimlar yig'indisi. Minus 7 ga minus 2 yig'indi. Minus 7 dan qo'shish kerak ekan minus 2 gacha. Minus 7 minus 3 minus 10 20 minus 27 bo'lar ekan. Javob minus 27. Sejavob. Hisob kitob odam qiynaydi. Tengsizlikni butun ildizlar yig'indisini toping. Yaxshilab aytamiz. Buni makhraj musbat yoki 0 bo'ladi. Shunda makhrajni agar x minus x teng emas 0 desak, faqat 0 dan farqli bo'lsa, uni bemalol tashlab yuborsak bo'ladi. Endi surat ildiz musbat yoki 0 bu ham. Bu har doim musbat ham 0 ham bo'ladi. Faqat bunga aniqlanish sohasi olsak yetarli. Minus x kvadrat plus 5x plus 6 katta yoki teng 0 deb olamiz. Minus 1 ga ko'paytirsak x kvadrat minus 5x minus 6 kichik yoki teng 0. Ko'paytiruvchiga ajratsak x minus 6x plus 1 kichik yoki teng 0. Endi buni son o'qiga qo'ysak minus 1 6 musbat musbat bizga manfiy so'ralgan. Minus 1 dan 6 gacha. 3-chi ish ikkitani hal qildik. Faqat surat x plus 1 katta yoki teng 0. X katta yoki teng minus 1. Endi mana shu 3 ta yechimdan nima xulosaga kelamiz? Uchalasini kesishtiradigan bo'lsak, yakuniy javobimiz minus 1 dan 2 gacha birlashma 2 dan 6 gacha. Butun ildizlar yig'indisi. Minus 1 qo'shuv 0 qo'shuv 1 qo'shuv 3 qo'shuv 4 qo'shuv 5 qo'shuv 6 yig'indi 18. Javob A. Keyingi savol. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta? Birinchi ko'payish ajratib olamiz makhrajini. Qo'shuv 64 taqsim
x minus 4 x minus 6 minus oldinga chiqarib olsak x minus 4 deb minus ikkinchi songa plus bo'lib o'tadi 10 taqsim x minus 4 kichik teng 0. Mahraj beramiz. Mahraj x minus 6 x kvadrat minus 5x qo'shuv 64 qo'shuv 10x minus 60. Mahraj esa x minus 4 x minus 6 kichik teng 0. Suratni soddalashtiramiz. X kvadrat qo'shuv 5x qo'shuv 4 taqsim x minus 4 x minus 6 kichik teng 0. Surat ko'paytiruvchiga ajratamiz. X qo'shuv 1 x qo'shuv 4 taqsim x minus 4 x minus 6 kichik teng 0. Nollarni topib so'noqiga qo'yamiz. Suratdagilar kiradi. Minus 4 minus 1 mahraj 0 ga teng emas 0 desak 4 bilan 6 va oraliqqa ajratamiz. 6 dan kattaroq musbat, manfiy, musbat, manfiy, musbat. Bizga so'ralgan manfiy oraliq. Manfiy oraliq minus 4 dan minus 1 gacha birlashma 4 dan 6 gacha. Butun sonlar yig'indisi minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 qo'shuv 5 minus 5. Javob D. Keyingi savol. Keyingi savolda e'tibor qilsak ikkalasi deyarli bir xil. Belgilashga kirita olamiz. 10 qo'shuv 2 deb oladigan bo'lsak, birinchisi x kvadrat minus 5x qo'shuv 10 ni a deb belgilashga kirita olamiz. Shunda a qo'shuv 2 minus 48 kichik 0. A kvadrat qo'shuv 2a minus 48 kichik 0. Ko'payishni ajratsak a qo'shuv 8 a ayruv 6 kichik 0. Endi qaytib joyiga qo'yamiz. X kvadrat minus 5x qo'shuv 10 qo'shuv 8 18 x kvadrat minus 5x qo'shuv 16 bo'lsa 4 demak kichik 0. Birinchi qavsi diskriminant topsa manfiy chiqadi. Bu yo doim musbat yo doim manfiy bo'ladi. 0 qo'yganda musbat, demak bu doim musbat bo'lgan. Faqat ikkinchi qavs o'zi yetarli bizga. X minus 1 x minus 4 kichik 0 dan son o'qiga qo'yamiz. 1 4 oraliqqa ajratamiz. Musbat manfiy musbat. Bizga manfiy so'ralgan 1 dan 4 gacha. Butun yechimlar yig'indisi 2 3 5 ekan butun yechimlar yig'indisi. Javob D. Keyingi savol. Modul musbat yoki 0 qabul qiladi. Bu ham musbat yoki 0 qabul qiladi. Bizga manfiy bo'lsin deyapti. Bu hech qachon manfiy bo'lmaydi, faqat 0 bo'lishi mumkin. X kvadrat minus 5x plus 2 0 ga tenglashtiramiz. Teskari o'ynab 25 25 minus 8 teng 25 dan 8 ni ayirsak 17. Bu degani irratsional yechim bor. Bizga butun so'ralgan. 10 minus 3x minus x kvadrat 0 ga tenglashtirsak x kvadrat plus 3x minus 10 teng 0 minus 1 ga ko'paytirdik. x1 minus 5 x2 esa 2. Yig'indisi minus 3 ekan javob. Javobimiz A. 13 misol. Yana mahrajni taqqoslaymiz. Aniq son bo'lgani uchun ildizi 2 bilan kunjosida 3 6-darajaga oshiramiz. 6-daraja 8 9 demak mahraj manfiy ekan. Musbatni manfiyga bo'lsa manfiy bo'ladi. 5x minus 1 ni 0 dan katta deb olamiz. X katta 1 taqsim 5 dan. 1 taqsim 5 dan 20 gacha oraliqda nechta butun son bor? 1 dan 20 gacha albatta 20 ta butun son. Javobimiz D. Keyingi savol. Kesmada tenglik nechta butun yechimga ega? Bu tenglik birinchi navbatda darajaga oshirish uchun 2x minus 4 0 dan katta bo'lishi kerak. 2x 4 dan katta, x katta 2 dan. Ikkinchisi aniqlanish sohasi olishimiz kerak ildiz uchun. X kvadrat minus 10x plus 16 katta teng 0. Ko'paytirishga ajratsak x minus 2 x minus 8 katta teng 0. Son o'qiga qo'yamiz. 2 8 musbat manfiy musbat. Bizga musbat oraliq so'ralgan. Bu minus 8 dan 2 gacha birlashma 8 dan 8 gacha.
uchinchi qiladigan ishimiz ikkala tomonni kvadratga oshiramiz. X kvadrat minus 10x plus 16 4x kvadrat minus 2 4 8 16x plus 16. Bir tomonga o'tkazib soddalashtirsak 3x kvadrat minus 6x katta 0. 3x chiqarib olsak x minus 2 katta 0. Son o'qiga qo'yamiz. Nollari 0 bilan 2. 0 ga yashadigan qiymatlari. Musbat, manfiy, musbat. Bizga so'ralgan musbatlari. Endi hammasini bitta umumiy yechim. 2 dan katta yechimini olib kelsak 2 dan kattalari, demak 8 dan katta. Buni ham qanoatlantiradi. Javob 8 dan chekslikkacha. Bizga minus 20 kesmada nechta butun yechimga ega? Kestirsak 820 da 20 ayru 8 qo'shib 1 13 ta. Ikkalasi ham kirgani uchun 1 qo'shiladi. Javob 13 ta. Javob. Keyingisi tenglikni butun yechimlar yig'indisini toping. Suratni ko'paytirish ajratib olaylik. Ilzosi x minus 3, ilzosi x minus 2. Mahrajini ajratib olamiz. Ilzosida x minus 2, ilzosida x plus 2. Ilzosi x minus 3. Endi qisqartirishdan oldin aniqlanish sohasi olishimiz kerak. Ilzosi x minus 2 teng emas 0 va x katta yoki teng 0. Shunda x teng emas 4 bo'ladi, x katta yoki teng 0 aniqlanish sohasi. Endi qisqartirsak bo'ladi. Ikkalasi aniqlanish sohasi olingandan keyin yana bitta narsa aytib o'tamiz. X 0 dan katta bo'lsa 0 plus 2 bu doim musbat bo'ladi. Bu doim musbat bo'lsa, ya'ni mahraji doim musbat bo'lsa, bemalol proporsiya qilishimiz mumkin. Proporsiya qilsak 3 ilzosida x minus 3 katta ilzosi x plus 2 ilzosi x minus 3. Tenglikdan bir tomonga o'tkazsak, umumiy ko'paytirish uchun chiqarib olaylik birdan. Ilzosi x plus 2 minus 3 kichik 0 dan. Ilzosi x minus 3 ilzosida x minus 1 kichik 0 dan. Nollarni topsak, ilzosi x 3 x 9 ilzosi x 1 bo'lsa x 1. Endi son o'qiga qo'yamiz. Son o'qida 1 9. Ikkalasi ham kirmaydi. Qat'iy tengsizlik musbat, manfiy, musbat. Bizga manfiy oraliq so'ralgan. Demak 1 dan 9 gacha ekan. Va yana bitta narsa, aniqlanish sohasi esdan chiqmasin. Aniqlanish sohasi aytyapti 0 dan katta, to'g'ri. Bu 0 dan katta va 4 dan farqli. 4 kirmaydi. Shunda javob 1 dan 4 gacha, birlashma 4 dan 9 gacha. Butun yechimlar yig'indisi. 2 3 4 kirmaydi. 5 6 7 8. 8 2 10, 3 ga 7 10, 20 31. Javob B. 16-misol. 16-misolda bir tomonga o'tkazib umumiy mahraj beramiz. X kub qo'shib 1 minus 2x kvadrat plus 3x minus 1 taqsim 2x kvadrat minus 3x plus 1 katta 0. X kub minus 2x kvadrat plus 3x taqsim 2x kvadrat minus 3x plus 1 katta 0. Suratda umumiy ko'paytiruvchi x chiqarib olsak, x kvadrat minus 2x plus 3. Mahraji ko'paytirish ajratsak, bittasi 1 ekan, bittasi 1 taqsim 2 bo'lsa 2x minus 1 katta 0. Agar e'tibor bersak, mana x kvadrat minus 2x plus 3 bu doimo musbat chiqadi. Bu diskriminant orqali tekshirish mumkin, to'la kvadratga ajratib tekshirish mumkin. Nollarni topgan paytimiz suratdan x tenglik 0, mahraj 1 bilan 1 taqsim 2 ga teng emas. Son o'qiga qo'yamiz. 0 1 taqsim 2 1. Oraliqqa ajratamiz. Musbat, manfiy, musbat, manfiy. Bizga musbat oraliq so'ralgan ekan. Shunda javob 0 dan 1 taqsim 2 gacha, birlashma 1 dan chekslikkacha. Bu A javobga to'g'ri keladi. Keyingi misol ishorasida farq qilgan. -1.
Endi bu ham xuddi shunday yechiladi. Bir to'nga o'tkazamiz. X kub minus 1 u mahraj beramiz. Minus 2x kvadrat plus 3x minus 1 taqsim 2x kvadrat minus 3x plus 1 katta 0 dan suratini soddalashtiramiz. X kub minus 2x kvadrat plus 3x minus 2 taqsim endi mahraji 2x kvadrat minus 3x plus 1 katta 0 suratini nollarini topishga harakat qilamiz. Xorazmiga tush ekan. Kosinus 0 bo'lsa, bu degan bitta ildizi 1 bo'ladi. Bu x minus 1 ikkinchi havs. Bizga yordam beradi x kub bilan minus 2. X kubni x ga bo'lsak x kvadrat, minus 2 minus 1 ga bo'lsak plus 2. Endi o'rtadagisini topish kerak. Minus x kvadrat bor, 2x kvadrat bo'lishi uchun minus x bo'lishi kerak. Endi mahraji boyagi bo'yicha ajratuvdik. 2x minus 1 bilan x minus 1 bo'lgandi. Endi bunda x minus 1 larni aniqlanish sohasi olib, bu birinchi ish, ikkinchi ishimiz x teng emas 1 aniqlanish sohasi olib, keyin qisqartirib yuborsak ham bo'ladi. Endi qolgan narsa surat x kvadrat minus x plus 2 qolyapti. Mahraj 2x minus 1 katta 0 dan. Surat yana bu aytganimdek to'la kvadratga ajratish yoki diskrini orqali aniqlash mumkin, doim musbat bo'ladi. Demak, mahraj ham musbat bo'lishi kerak. 0 dan katta x 1/2 dan katta so'noqga qo'yamiz. 1/2 dan kattalari. Va mana buni joylashtirsak 1 dan farqli. Javob 1/2 dan 1 gacha, birlashma 1 dan chekslikgacha. Javob B bo'lar ekan. 18-savol. Adashmasam bu takrorlandi. -5midi? Keyingi savol. Tengsizlik nechta butun son qanoatlantiradi? Keling, tengsizlikka belgilash kiritaylik. Iljosida 8 qo'shuv x ni a deb belgilash kirita olamiz. Bu yerdan x topib olsak 8 qo'shuv. Bu yerda a albatta katta teng 0 bo'ladi. Chunki ildizdan manfiy son chiqmaydi. X tenglik a kvadrat minus 8. Endi barchasini o'rniga qo'yib chiqamiz. A kvadrat minus 8 minus 8a qo'shuv 24 halga 16 qo'shuv a kvadrat minus 8 taqsim 2a minus 10 kichik 0 dan. Iljosini soddalashtirsak a kvadrat minus 8a plus 16. Bu to'la kvadratga keladi. Modulda a minus 4 chiqadi. Minus surat a kvadrat plus 8 mahraj 2a minus 10 kichik 0. Moduldan chiqdi degani bu 2 marta yechishimiz kerak. Shart olayotganmiz. Birinchi shartimiz a ni 0 u 4 oralig'ida deb o'ylaymiz. 0 u 4 oralig'ida, 0 4 oralig'ida manfiy bo'ladi bu. Manfiy, ya'ni 4 minus a. Minus a kvadrat plus 8 taqsim 2a minus 10 kichik 0 dan. Bu oralig'ida mahraj doim manfiy bo'ladi. Doim manfiyligini bilgan holda umumiy mahraj berib tashlayveramiz, faqat tenglik ishorasini qarama-qarshiga o'zgartiramiz. 4 minus a 2a minus 10 minus a kvadrat minus 8 katta 0 dan ochib chiqamiz. 8a 18a minus 2a kvadrat minus 40 minus a kvadrat minus 8 katta 0 minus 3a kvadrat plus 18a minus 48 katta 0 minus 3 ga bo'lib o'rsak a kvadrat minus 6 plus 16 kichik 0. Buni to'la kvadrat ajratsak ancha soddaroq bo'ladi. Plus 9 7 kichik 0. Hech qachon manfiy bo'lmaydi. Birinchi holat bo'sh to'plam ekan. Endi 4-chi ishimiz a ni katta yoki 4. 4-chi holat a ni 4 dan chekslikgacha deb olamiz. Endi musbat ochgan paytimiz a minus 4 minus a kvadrat plus 8 taqsim 2a minus 10 kichik 0 dan. Shuni hozirgina soddalashtirdik. Ochib chiqqan paytimiz yana shuni o'zini takrorlaydi. Faqat plusligi bo'lar ekan.
Shunda bu 2a kvadrat minus 18a plus 40 minus a kvadrat minus 8. Makhraj esa 2a minus 10 kichik 0. Buni soddalashtirsak a kvadrat minus 18a minus 18a qo'shuv 32 taqsim 2a minus 10 kichik 0. Ko'paytirishga ajratsak a minus 2 a minus 16 taqsim 2ni chiqarib olsak a minus 5 kichik 0. Nollarni topsak 2, 5, 16 oraliqqa ajratamiz. Musbat, manfiy, musbat, manfiy. Va biz yana bitta shart olgandik. 4 dan katta degan shart olganmiz. Shunda 2 marta bo'yalgan oraliq to'g'ri kelar. A tegishli 5 dan 16 gacha. Endi belgilash kiritganimizga qaytarib qo'yamiz. Demak, 5 x plus 8 o'zasida 16 kvadratga oshirsak 25 ayrilgan 8 16 bo'lsa 256 ayrilgan 8. 25 dan 8 ayirsak 17. 256 dan 8 bu 246. Nechta butun degan 246 dan 17 ni ayirib yana 1 16 ni ayiraylik 0 3 230 degan javob. 230 ta C javob. Keyingi savol. Tenglik nechta butun son qanoatlantiradi? O'zi bu doim musbat, makhraj ham faqat makhraj 0 dan farqli bo'lishi kerak. Birinchi ildiz uchun aniqlanish sohasi olaylik. Katta teng 0 bo'lishi kerak. Son o'qiga qo'yamiz. 0 bilan 2 0 kirmaydi. Manfiy, musbat, manfiy 0 dan 2 gacha. Demak, ikkita yo 1 yo 2 bo'lishi mumkin. Shuni undan ko'ra tekshirib ko'raylik. 1 deb o'ylasak, agar 1 qo'yadigan bo'lsak, 2 dan 1 ayirsak 1, bu 1 bo'ladi. 1 minus 1 qo'yadigan bo'lsak 1. Yo'q, qanoatlantirma ekan. 2 qo'yib ko'ramiz. 0. Bu 0 dan farqli. Qanoatlantiradi. Nechta butun son? Bitta bo'l ekan javob. Ajob. 21-misol. Bir tomga o'tkazib, umumiy makhraj beramiz. Makhraj ko'paytirib ajratsak x minus 3, x minus 2 qo'shuv 1. Buni yana joyini minus chiqarib olib, joyini almashtirsak plus bo'lib o'tadi. 9 taqsim x minus 3 kichik teng 0. 7 qo'shuv x kvadrat minus 5x qo'shuv 6 qo'shuv x minus 2 bersak 9x minus 18. Makhraj esa x minus 3, x minus 2 kichik teng 0. Suratini soddalashtiramiz. X kvadrat minus plus 4x bo'lar ekan. 7 ga 6 ni qo'shamiz 13, 18 bo'lsa minus 5. Taqsim x minus 3, x minus 2 kichik teng 0. Suratga ko'chirib ajratamiz. X minus 1, x plus 5 taqsim x minus 3, x minus 2 kichik teng 0. Nollarni birdan son o'qiga joylashtiramiz. Minus 5 1 kiradi, 2 kirmaydi, 3 kirmaydi makhrajda bo'lgani uchun. Musbat, manfiy, musbat, manfiy, musbat. Bizga nima so'ralgan? Manfiy so'ralgan. Manfiylar so'ralgan. Nechta butun yechim bor? Minus 5. 5 ta manfiy deylik. 5 ta manfiy, 0 bor, keyin 1 bor, bu yerda butun yo'q. 7 degan javob. B javob. Bu savol takrorlandi. Adashmasam 230 chiqadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Obuna bo'lishni unutmang. Bu siz uchun doim matematika kanali. Rahmat.